Xudo xolasa bularning ichidan mana bu eng zo'ri ana shu 20 kunlik katta, lekin endi sanagan odamniki bo'ladi-da. Qimmat deganlarga endi bitta gap gapirishim kerak. To'rali narsasi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugun o'sha mo'ljallagan videomizni olishga qaror qildik. 2026-yil 7-aprel hafta kuniga seshanba. Xullas kalom, bularni endi sekin mana xudo xolasa sutdan chiqdi. Bujoqchalarimiz sekin sizlarga bir ko'rsatishga qaror qildik. Shuncha ushlab turdik, sotiladi deb. Oxiri endi baribir chiqarishga qaror qildik. Xudo xolasa bularning ichidan ikkitasi sotiladi. Ikkitasini sotamiz, bitta xonajim bilan bitta novvoshni olib qolamiz. Mana bu eng zo'ri sotiladi, xudo xolasa. Bu ham mana dumba sovorigan. Ko'ringlar mana. Vashshi zo'r. Chiroyli holatda. Mana shundan 20 kunlik kichkina. Bu mana. Ketish holatlari juda zo'r. Endi bunisini ko'ringlar. Bu ham mana dumba sovorgan. Bu hammasidan bir oylik kichkina. Mana zo'rlaridan. Endi baho beradiganlar sekin o'zlaringiz hisobga qo'yasizlar. Nimaga? Ko'rib turibsizlar. Bir oyliklar 25 million sotilyapti kerak bo'lsa. Bu misol uchun dekabrda tug'ilgan, 4 oyligi to'lib 5-oyga o'tdi. Ha bunisi endi 4 oylik. Bular lekin nimasi bo'ladi? Sutga to'yib chiqqanidan oxirgi marta 10 litr sutgacha olib chiqqanman bularni. 10 litrdan sekin pasaytirilib chiqarilgan. Bular endi 10-martda chiqqan sutdan, bu endi 20-martda chiqarib o'rganman. Baqiroq chiqarganman, chunki отдельно qilib olish kerak edi. Hammasini barobar qilib mollar mana ko'rsatuvchilar juda yaxshi holatda. Asosiysi hamma vaksinalari bo'lgan, olingan. Bunisi xonajin mana shu ikkovi qoladi. Nimaga? Chunki bulardan birortasi qoladigan bo'lsa, sigirlar ham bor-da, endi zot bitta bo'ladi. 100% zotga gapiraveradi mana. Eng zo'ri mana shu. Eng zo'ri. Taqqoslab olinglar. Ko'rsat, tiplargacha ko'rsating. Eng zo'ri qaysi? Eng zo'ri shu o'zimnikining bolasi. Bu qo'shilgan endi. O'zimiz sigirlarni zot qilib olaman. Birodarlar, mana sekin yaxshilab ko'rsatib boraman. Bu xonajin, bu novvoscha. Bu mana sotiladigan bu novvoscha. Mana shu ikkovi sotiladi mana. Buni ko'ryapsizlar, mana dumba qo'yib yuborgan. Nimaga? Sutdan chiqqaniga ham pashti mana 1 oyga yaqinlashdi. Bir oziydigan holatini ozib olib, yana pilus semirishga keldi bu. Qo'yib yubordi o'zini. Bunisi endi mana xudo xolasa bu ham bor-ku, sutdan chiqib, oziydigan holatga o'tib, sekin o'ziga olyapti bu ham. Bemalol silos, kepe, bemalol parvarish qilishlari mumkin. Umuman bir ichketdi degan joylari yo'q. Isbot dalili bilan orqalarigacha bemalol olib beraveraman. Umuman ichketdi degan joylari yo'q. Toza, orqalari toza. Anglasizmi? Eng kerakligi toza orqalar. Hech kim bunday qilib ko'rsatmasa kerak. Orqalarigacha mana. Ko'ringlar birodarlar. Faqat sizlardan iltimos bir kommentariyaga o'zlaringiz fikrlarini bildirib, bittadan like bosib, chiroyli gap so'zlar bo'lsa, biz nihoyatda sizlardan xursand bo'lamiz. Sotiladiganlarim mana shular mana. Ikkovi ham o'zimiz sigirlarim bolasi. Bu ikkovi qo'shilgan endi. Bular ham ajoyib holatda ketyapti. Aslida mana shularga bir e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Qavat bo'lishni boshlagan bu. Bemalol bergan narsalarni yeydi.
Mana taydagi sholipo holda ham bemalol chaynashib yuribdi. Taylari asosiy qo'l joyiga qo'ymayman. Men nam qigizdirmayman tayini. Quruq saqlayman. Ertadan keyin ham bir kasal bo'lib, boshqa bo'ladigan holatlar bo'lmasin deb. O'sha nimasi bo'ladi? Men ertadan keyin bir sigir qilib, zotga zo'r chotkizdan olaman deganlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Nimaga? Buni otasini ham ko'rgansizlar, onasini ham ko'rgansizlar. Onalari hozir yaxshi sut berishyapti. Hali kurech chiqarmagan bo'lsa ham 20 tadan sut berishyapti. Kamida 20 tadan sut berishyapti. Mana mollar holat. Terilgan holatda mana. Ana shu 20 kunlik katta, lekin o'tib ketgan bu. Chiroyli bo'lib o'tib ketgan. Bu ham 15 kun 20 kunda bularga damini berib yuboradi. Nimaga? Endi boshladi bu o'ziga olishga. Endi mo'ljalim bir 15-aprellardan keyin chiqaraman dedim. Bir 20-chilarga bir chiqaraman dedim. Chunki 20-chilargacha mana bu ham semirib o'ziga kelib nima qilib oladi. Endi bo'ladigan narsani bo'lgani yaxshi. Shuning uchun bemalol bir sizlarga tavsiya qilaman. Tepalarini ko'ryapsizlar. Bir tuxum qo'ysa turadigan darajada. Ha, bunisini ko'ryapsizlar. Bu endi tovuga kelib bo'ldi bu. Narxni aytdim, to'g'risi gap, mana shu ikkovini do'stlar 61 ga berilgan yo'q. Endi qanchaga berishimi, endi nimasi bo'ladi? Qimmatlarini cheki yo'q. Narxini aytmabsan, boshqa qilmabsan deganlarga men sotmagan narxini aytdim, birodarlar. 61 ga berilgan yo'q. Endi hech kim mo'ljaliga yetmagan, endi sanagan odamniki bo'ladi-da. Birodarlar, bir qimmat deganlarga endi bitta gap gapirishim kerak. Bunday qilib molni tarbiya qilish ham oson bo'lmasa kerak. O'zlaring ko'rib turibsizlar. YouTube'larda bir oyliklarda 25 million, 26 million baho aytib sotilyapti. Endi bular do'stlar hech qanaqa xarajat degan narsa qolmagan. Faqat sizlardan bir mehr berib, bir e'tibor bilan qarasalaring bo'ldi. Mollar tayyor bo'lgan. Kerak bo'lsa bir kunda 10 litr sut ichgan bular. To'roy 10-dekabrda tug'ilgan. Dekabr. Bemalol mana Xudo xolasa o'sha plyusga o'tdi bu mollar. Baho berishda menda o'zimda shunaqa bo'zolar bo'lsa qanchadan sotishim mumkin deb sekin baho bersalaring bor-ku, menga bir motivatsiya bo'lgan bo'ladi. Kerak bo'lsa bundan ham zo'rlarini chiqarishga harakat qilaman. Chunki mana o'zim niyat qilganman, bir sutdan chiqarib, chotki qilib yangigalarga topshiraman deb niyat qilgan edim. Mana ko'rib turibsizlar, ikkalasi ham bir nihoyatda ajoyib holatda. Umuman ortiqcha xarajatlar yo'q. Birodar, shu qaragan buzoqchalaring yo'qdi, gap yo'q. Bizga ham nasib qilsin deganlar bitidan like bosib, podpiskani bosib qo'ysalaring, nihoyatda xursand bo'lamiz. Bemalol bir murojaat qilishlaring mumkin. Telefon nomerlarimizni og'zaki aytib qo'yaveramiz. 90 534 0262. Ikkinchi nomerimiz 94 634 0262. Bir xilda mana sotiladiganlar mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Bir xilda. Havas qilganlar bitidan like tayamaslar degan umiddamiz. Eng kichkinasi ham mana bir chaynalib yuraveradi. 100 ga 100 sementallar. Buzoqchalarning ko'rinishi nihoyatda yaxshi holatda. Xunajidan bir o'ziga yarasha hozirdan mana so'skalarini ko'ringlar bir. To'rali narsasi.
Mana sizlarga. Dumba sovurgan joylardan bir zo'ridan olaman deganlarga bemalol bir tavsiya qilaman. Haqiqiy 100 ga 100 degani mana shu bo'ladi. Mana sotiladigan buyurchamiz bittasi. Tashda katta novvoz olib qo'ygan bular. Bir o'zlaringni vaqtlaringni ayamaganlaring uchun sizlardan katta rahmat. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, tan joylaringiz sog' bo'lsin. Sog'i salomat bo'linglar.